Assalamu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satığa chiqqan joyimiz Go'rt turg'anlaringizning 39 kollej yanında bo'ladi, Ray Center'da. Xonadonimiz bo'ladi. Fasadlari yine Go'rt turamizni ajoyib etib zetilingan, ellari stashga etilgan. Bismillahirrahmanirrahim deb xonadonimizga giradigan bo'lsak, yine birga yerimiz, oyoq teylarimiz yine kafir qilingan. Bellerimiz aboyitlar etib, ajoyib etib zetik qo'yib deganlar. Joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Beyanimiz sanuzinimiz bo'ladi yine. Go'rt turganlaringizni ajoyib patolog etib, zetik qo'yib deganlar. Real firması Ariston ishlab turibdi. Hamma narsasi tayyor holatda sotuvga chiqdi joyimiz. Beyanımızda yine rakovinamiz joylashgan, nazorlari bor. Shunning ko'rinishda joyimiz. Hamma joyi aboy ekan. Kuxnimizda donishadigan bo'lsa, kuxnimizda meni o'zgacha ajoyib etib, chiroyli qilib zetilgan ekan. Kuxni mebelimiz yaxshi, sifatli kuxni mebellardan qo'yilgan ekan. Gaz biltamiz, hamma narsasi bor. Aynalarımız akva aynadan, divik kontenli katyollarımız ham qo'yilib o'tilgan. Stollar hamma narsasi tayyor, doğru girib yashab beradigan. Narxi esa ajoyib narxda, hurmatli yurtdoshlar. Doğrumuza o'tadigan bo'lsak, katta bir ajoyib etib bir zalet qo'yibdilar, dum katta zalimiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Oyoq delamiz laminat pol gilamlar tashalgan. Tayyor holatda sotuvga chiqdi yine arzon narxda Ray Center 39 kollej yanında. Dumgeng tushgan zali. Birimiz yine shunday deb xaladinlik ko'kotdagilar, shuni yozib qo'yilgan joy etib zetik qo'yib deganlar. Hurmatli yurtdoshlar, biz esa ikkinchi qavatga chiqamiz. Oyoq terimiz zinamiz ham yine chiroyli bir boshqacha etib zetilgan ekan. Mehr berib, ajoyib etib qo'yib deganlar joyimizga. Chiqqan yerimiz shunday keng tushgan. Berimiz ham beyanimiz esa yine Go'rt turganlaringizning bir xonamiz bo'ladi. Bu xonamiz ham kichkina emas, hurmatli yurtdoshlar, keng tushgan yine Go'rt turganlaringizning ajoyib bo'lib turibdi. Joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Yine super mushaboylar qilingan, registrlar qo'yilgan. Beyanimiz esa balkon qismi bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. Yine balkonimiz ham keng, ullu tushgan, hurmatli yurtdoshlar. Bu joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib joydan yine sizlarga 2 etajli hovli joy, yarim plan. Berimiz esa spani desek ham bo'ladi. O'zlaringiz narsangizda qo'yaverasizlar. Hozirchalik shunning ko'rinishda, shunning bo'lib turibdi ekan bu joy. Bu xonamiz. Birimiz ham katta keng, ullu tushgan ekan. Zalimiz. 2 ayna. Hurmatli yurtdoshlar, joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Joyimizning narxina keladigan bo'lsak, 550 million so'm kelishib beriladi albatta. 550 million so'm degan bilan albatta kelsangizlar kelishtirib beriladi. Esa hurmatli yurtdoshlar, ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunday joy so'rab birgan donishmandlarga tashakkur qo'yinglar, hurmatli.